23 oktyabr 2025 yilda Milliy TV kanalida Tozalovchi serialining 79 qismi efirga uzatiladi. Bu qism ayniqsa qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Voqealar qahramonlar sirlarini va ularning murakkab munosabatlarini ochishda davom etadi. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, har bir chang ortida ayolning hikoyasi yashirin va aynan shu narsa serialni hissiyotli va chuqur qiladi. Qahramonlar o'z harakatlari bilan hayratga solishni davom ettiradi, haqiqiy jasorat va hayotiy sinovlarga bardosh ko'rsatadi. Har bir qism tomoshabinni his-tuyg'ular va ilhom bilan to'ldiradi, voqealar rivoji oxirigacha diqqatni ushlab turadi. Ssenariychilar kundalik voqealarni dramatik burilishlar bilan mahorat bilan bo'glab, mukammal atmosferani yaratgan. Tozalovchi sifatli o'zbek televiziyasining namunasi bo'lib, har bir sahna ahamiyatga ega va har bir detal puxta o'ylangan. Voqealar organik rivojlanadi va kutilmagan hodisalarga joy qoldiradi. Tomoshabin yana sadoqat, ishonch va shaxsiy sinovlar muhiti bilan singib ketadi. Bu serial insoniy munosabatlarni qadrlash va oddiy narsalardagi go'zallikni ko'rishni o'rgatadi. Shubhasiz, 79 qism yana bir bor Tozalovchining nega shu qadar sevimli ekanligini ko'rsatadi.